Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlari ular kengashining navbatdagi 25 sessiyasida 57 nafar deputatlardan 47 nafari ishtirok etyapti. 10 nafar deputatlarimiz uzrli sabablarga ko'ra ishtirok etishmoqda. Sessiya o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Xalq deputatlari ular kengashining navbatdagi 25 sessiyasini ochish to'g'risida taklif kiritaman. Xalq deputatlari ular kengashining navbatdagi 25 sessiyasi ochilsin degan taklifni ma'qullagan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi 25 sessiyasini ochib deb e'lon qilaman. Sessiya ishida xalq deputatlari, viloyat kengashining deputatlari, viloyat hokimligi guruh rahbarlari, partiya vakillari, viloyat boshqarma va tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishmoqda. Hurmatli deputatlar, 2026 yilning birinchi sessiyasini boshlashdan oldin xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlarining 2025 yildagi faoliyatlariga to'xtalib o'tamiz. Ushbu masala bo'yicha so'zni oqsoqol deputatlarimizdan Farmon Toshibga beramiz. Marhamat. Hurmatli deputatlar, albatta har bir idoraning siyosiy kuchlik tashkilotning o'zini monitoringi bo'ladi. Raisimiz to'g'ri aytdi. O'tgan kunlarimizga, o'tgan yillarimizga nazar tashlab saboq chiqarishimiz va foydali tomonlarni olib rejalarga kiritishimiz tabiiy holat. Kengash ham aynan mana shu yo'ldan boryapti. Endi bunday olganda mamlakat bo'yicha albatta yilimiz yomon kelmadi. Viloyat bo'yicha ham juda ko'p sohalarda bizni kengash ham xuddi shunday. Sessiyalarni o'z vaqtida o'tkazdik. Aytaylik, hisobotlar eshitildi, borib o'rganildi. Mana bizdagi ayrim manbalarni keltirib o'taman. 19 sessiya o'tkazilgan. 194 ta qarorlar qabul qilingan. Bundan tashqari yil davomida 25-yil nazarda tutilyapti. Albatta 500 dan ortiq bizga murojaatlar bo'lgan. Ya'ni o'sha 48-49 nafar deputatga degan ma'noda ekanman. O'tgan yil esa 379 ta. Endi juda ko'p narsalari deputatlik so'rovini ijro etilyapti. Bu ham bizga masalan aytaylik bizga dalda bo'ladi bu. Deputatlik so'rovini endilikda jiddiy ravishda ko'rib, uni ijro qilmaganlarni javobgarlikka tortish masalasi ko'rilayotgan vaqtda men o'ylayman, bizlar ham qarab turmasligimiz kerak. Lekin baribir mana bir xillar aytadiki, meni sessiyaga kelganimda aytma, meni yozganimda aytma, qilganimda. Og'aylar, hurmatli deputatlar, bizda har bitta familiyamizni to'g'risida raqamlashtirilgan har kunlik faoliyatimiz kiritib boriladi. Qayerga boradigan bo'lsa, masalan men hech qachon qarindoshimni to'yiga yoki bir tadbirimga borib uchrashuv o'tkazmayman o'zimning okrugimda. Alohida boraman, mana so'rab ko'rishadi. Alohida o'tkazib qaytib kelaman. Mana kelasi hafta yana boryapman. Haftachiga yaqin joy emas. Shuning uchun deputatlik faoliyati deganda sizlar kimdir bajaradigan narsani tushunmanglar, yo lavozim bajaradigan narsani tushunmanglar. Bu prizvaniya. Bu bizning xudoylik bilan bitadigan narsalar. Shuning uchun ba'zan aytishimizga qaramasdan deputatlik so'rov olmaganlarimiz bor. Talab qilmaganlar bor, yozilib deganlari bor. O'zini okrugiga bormaganlar bor. Bu tabiiy jarayon. Buni sekin-sekin aytib boramiz. Mana bu ro'yxatda bor. Buni senat ham o'rganadi, o'zimiz ham o'rganamiz. Doimiy ravishda aytib boramiz shuni. Shuni bir-birlaridan ko'rmaysizlar, o'zlaringizdan ko'ringlar hamma narsani. Endi albatta davlatimiz rahbari oldimizga qo'ygan vazifa o'sha bitta nima deydi, hokimiyat bilan vakillik organini
funksiyasini ajratib berilishi qonunlarimizda. Mana yerda prokuratura xodimlari turibdi. Bu bizlar uchun qanchalik real, aniq vazifa ekanligini hammamiz tushunib olishimiz kerak. Kim nimaga javob berishi shu bilan qilib aniqlab qo'ydi bu narsalarni, qonunlarni. Endi faqatgina to'xtatib o'shani so'rashimiz qoldi bir-birimizdan. Ayniqsa deputatlik so'rovini tushunib berganligi men o'ylaymanki, har birimizni nafaqat o'ylantirish kerak, har birimizni jonlantirish kerak. Endi albatta hamma vaqtda rag'bat kerak. Mana ma'muriyat maslahatlashlik kengashda har vaqtda yaxshi so'z rag'bat topsa odam gapirgisi keladi. Yaxshi deputatni maqtab yoki bir rag'batlantirsangiz, bu ertaga yana ishlagisi keladi. Bu tabiiy jarayon. Bizda mana shu qabul qilingan, aytib kelyapmiz. Shuning uchun ham 2025-yilda juda ko'p deputatlarimiz ishladi. Endi hammasiga hali qilolmaymiz. Ko'pchiligi yarimdan ko'p yaxshi ishladi. To'g'rimi? Chunki nimaga qarab aytyapman? Bu lavozimga aylangan yaxshi ko'rinishga qarab emas, mana raqamlashtirilgan nimamizda, grafikimizda turibdi. Kim qayerga borgan, nima qilgan hammasi turibdi deb. Hatto o'zini maylisini ham deputatlik nimasini yozib berganlar bor. Haligi uchrashuv bo'ldi. Bitta o'zini idorasidagi ham da. Okrugi boshqa yerda bo'ldi. Shuning uchun e'tibor qilasizlar. Buni hamma vaqtda senat tomonidan va monitoring guruhi tomonidan o'rganib borgan bu narsalar. Ruxsat bersangizlar, reyting belgilangan, endi buni bizlar chiqarmaymiz, kompyuter chiqaradi. Mana shunga ko'ra demak, faol deputatlarimizdan hurmatli rais, men iltimos qilardim, shuni bir rag'batlantirib qo'ysak ma'qulmi? Ishmasa, familiyasini aytib, birinchi berib bo'lsa ham mayli, chunki ular ham safdoshimizda. Suzangaran 3-saylov okrugidan saylangan viloyat kengashi deputati Nargiza Nurmatovna Abdullayeva. Birinchi Bog'balan saylov okrugidan saylangan viloyat kengashi deputati Badriddin Nasriyev. Sizni g'oliblik safida ko'raylik. 6-Mehrobod saylov okrugidan saylangan viloyat kengashi deputati Qayumov Akbarali Qosimaliyev. Deputatlarga uyqur berasizlar. Aziz do'stlar, albatta bu boshlanishi, bundan keyin mana nasib etsa 6 oyda, chorakda hamma shunday narsalarni chiqarib e'lon qilib boramiz. Saytimizga ham qo'yib boramiz. Shuning uchun farzandlaringiz oldida, sizlar saylagan saylovchilar oldida yuzib yorib o'tirib, quvonib ko'raman sizlar. Demak, mana shu ilovalar qatoriga qo'shilib ishlaydi. Ishlaringizga omadlik, yilimiz barakali kelsin. Hurmatli deputatlar, amaldagi qonunga muvofiq sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. 29-Qaradaryo saylov okrugidan xalq deputatlari viloyat kengashi deputati Norboyev Anvar Ochilov sessiya kotibi etib saylash taklifi kiritiladi. Boshqa takliflar bor? Ovozga qo'ysam bo'ladimi? Anvar Ochilov sessiya kotibi etib saylansin degan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlashsin. Rahmat. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Birovdan saylandingiz. Sessiya kun va ish tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibi deputatlar va sessiya ishtirokchilariga tarqatilgan. Ish tartibi quyidagicha bo'ladi. Ma'ruzalar uchun 10 daqiqa, savollar uchun 2 daqiqa, ma'lumotlar uchun 3 daqiqa. Kun tartibi bo'yicha viloyat kengashi doimiy komissiyalari, partiya guruhlari mulohaza va takliflar berishlari mumkin. Kun va ish tartibiga qo'shimcha takliflar bormi? Ma'qul bo'lsa, tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, taraflar yo'q, birovdan tasdiqlanadi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari tasdiqlangan reglamentga amal qilishlarini so'rayman. Endi kun tartibidagi masalalar muhokamasiga o'tamiz. Hurmatli deputatlar, bugun hammalaringiz xabarlaringiz bor. Hurmatli prezidentimizni selektorlari bor. Juda nima deydi? Vaqtimiz ziqro, shuning uchun asosiy masalalarga e'tibor berasizlar.
ko'pchilik mana doimiy komissiyada ham ko'rib chiqilgan bu ko'p masalalarimiz. Mana shu masalalarga juda ham ko'p to'xtalib o'tirmaymizda, ozgina tezlashtiramiz agar ruxsat bersalar. Rahmat. Kun tartibidagi birinchi masala viloyatda kriminogen vaziyatni yaxshilash, jinoyatlarni barvaqt oldini olish, omillarni bartaraf etish yuzasidan ko'rilgan choralar bo'yicha viloyatimiz prokurori Eshnazarov Murod Qosim Hamzoyevning axboroti. Marhamat, Murod Qosim Hamzoyev. Assalomu alaykum. Bugungi kunda jamiyatda adolatni qaror toptirish, mustahkamlash hamda inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha keng qamrovli va mustaqil islohotlar amalga oshirish kerakligini xususan davlatimiz rahbari tomonidan mamlakatda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurash tizimini tubdan yaxshilash, davlat siyosatining to'g'ri yo'nalishlaridan biri darajasiga ko'tarildi. Zero bu islohotlarning samarasi barcha sohalarda qonun talablariga so'zsiz rioya etishga, jinoyatchilik kabilarning oldini olishga bevosita bog'liqdir. Albatta, islohotlarning natijalarini odamlarning tinch va osuda hayot kechirishlarini ta'minlashda huquq tartibot idoralarining zimmasida katta mas'uliyat borligini ham chuqur his qilamiz. Hurmatli deputatlar, 2025 yilda viloyatda 15.998 ta jinoyat hisobga olinib, 2024 yilga nisbatan 70% ga oshdi. Hisobga qo'yilgan jinoyatlarning 5156 tasi yoki 32% oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarni tashkil etib, ushbu jinoyatlarga nisbatan voyaga yetmaganlar jinoyati 4.9%, ayollarniki 6.2%, yoshlar 28%, muqaddam sudlanganlar 4.9% va ishsizlar jinoyati 3% ni tashkil qildi. 2025 yilda jinoyatlar sur'atining oldingi yilga nisbatan oshishiga, kiber jinoyatlarning keskin ko'payganligi, jinoyatlarni aniqlash hamda o'z vaqtida va to'liq hisobga qo'yish ustidan nazorat o'rnatilganligi ham o'zining ta'sirini ko'rsatdi. Xususan 2025 yilda hisobga olingan jinoyatlarning 48% yoki 7601 tasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni tashkil etgan bo'lsa, tashabbus bilan aniqlanadigan jinoyatlar 2024 yilga nisbatan 57% ga ko'paydi. Shuningdek, viloyat prokuraturasi organlari tomonidan 429 ta jinoyatlarni hisobdan yashirilganligi aniqlanib, markazlashgan holda hisobga qo'yilishi ta'minlandi. Bundan tashqari, 2025 yilda xorijiy davlat fuqaroligi bo'lmagan hamda boshqa viloyatda yashovchilarning 799 nafari yoki jinoyat sodir qilganlarning 13% bizni viloyatda jinoyat sodir qilganligi ham viloyatdagi kriminogen vaziyatga salbiy ta'sir qildi. Hurmatli deputatlar, ta'kidlash kerak, o'tgan davrda davlat hamda nodavlat idoralari va xalqimiz bilan birgalikda barcha sohalarda qonuniylikni ta'minlash, jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Barcha tuman va mahallalarning choraklik kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan Samarqand shahri, Pazdarg'om va Samarqand tumanidagi jami 10 ta mahallaning esa oylik manzilli chora-tadbirlar yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Yo'l xaritalari ijrosi yuzasidan 2025 yilda 54.432 marotaba profilaktik tadbirlar o'tkazilib, mahallalarga 22.634 ta kamera, 3.537 ta domofon o'rnatildi. 3.854 ta namunaviy xavfsiz yo'lak, 1.637 ta namunaviy xavfsiz ko'cha tashkil etildi. 21.835 ta obyektlar texnik qo'riqlovga olinib, 488 ta tashvish tugmasi o'rnatildi. Huquqbuzarlik sodir etilish yoki jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan 96.847 nafar shaxslarning maishiy ijtimoiy muammolari hal etildi. Natijada 404 ta o'g'irlik, bezorilik va boshqa jinoyatlarni hamda 476 nafar shaxsning jinoyat qurboni bo'lishining oldi olindi. Shuningdek, 6128 ta jinoyatlar fosh etilib, 1110 nafar qidiruvda bo'lgan shaxslar ushlandi. 3240 ta jinoyatlar aniqlandi. Bundan tashqari, 1080 ta mahalladan qizil toifadagi mahallalar soni 18 ta yoki 10dan 9% ni tashkil qilib, 2024 yilga nisbatan sezilarli darajada kamaydi. 2024 yil yakuni bo'yicha qizil toifada bo'lgan 156 ta mahallalarning 75 tasida kriminogen vaziyati yaxshilanib, 49 tasida birorta ham jinoyat sodir etilmadi. Shuningdek, Samarqand shahri,
Pazdarg'om va Samarqand tumanidagi 5 yilda kriminal vaziyati murakkabligi sababli alohida nazoratga olingan jami 10 ta mahallaning 5 tasi qizil toifadan chiqarildi. Bittasida jinoyat sodir etilishining oldi olindi. Hamkorlikdagi ishlarimiz natijasida viloyatda qotillik, bosqinchilik, nomusga tegish, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi kabi aholi kayfiyati va kriminal vaziyatga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi jinoyatlar kamaydi. Hurmatli ishtirokchilar, viloyatda sodir etilgan qotillik va tan jarohati yetkazish jinoyatlarining salmoqli qismi oila turmush munosabatlari doirasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklar ta'minida sodir etilgan. Jumladan oilaviy zo'ravonlik va tan jarohati yetkazish bilan bog'liq jinoyatlarning 32% hamda qotilliklarning 51% aynan oilaviy kelishmovchiliklar tufayli sodir qilingan. Misol uchun, Bulung'ur tumanida yashovchi fuqaro Eshqulatov mast holda farzandi Alimqulov bilan janjallashishi davomida otasining bosh qismiga bolta bilan urib, uni qasddan o'ldirgan. Mazkur jinoyat sabablari o'rganilganda Olmazor mahallasi raisi marhum Eshquvatovga yaqin qarindosh va qo'shni bo'lib turib, u spirtli ichimlik iste'mol qilganida doimiy ravishda uyida janjal qilishini bilsa-da, bunga ko'z yumib og'ir oqibatlarni oldini olish borasida biror bir chora ko'rmaganligi ma'lum bo'ldi. Shu bois kelgusida oiladagi sog'lom muhit, xavfsiz ko'cha va xavfsiz mahalla tayanch tamoyili asosida oilalardagi muhitni sog'lomlashtirish, ijtimoiy profilaktika tizimini yanada yaxshilash borasida tegishli choralar ko'rishimiz lozim. Shuningdek, keyingi vaqtlarda ko'plab fuqarolar kibermakondagi firibgarlar tuzog'iga tushmoqda. Bu turdagi jinoyatlar kundan kunga ortmoqda. Viloyat huquq-tartibot organlari jabrlanuvchilarning murojaatlariga o'z vaqtida munosabat bildirib, tegishli choralarni ko'rmoqda. Biroq ayrim fuqarolarning o'z mulkiga e'tiborsizligi, yolg'onlarga ishonuvchanligi, ba'zida esa axborot texnologiyalari sohasida birlamchi bilimlarning yetishmasligi qonunbuzarlarga qarshi kurash samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan hisobga olingan 15.998 ta jinoyatning qariyb 50% yoki 7.601 tasini axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar tashkil qilib, ularning 7.196 tasi yoki 98.6% ijtimoiy tarmoqlar orqali virtual muhitda sodir qilingan. Axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir qilingan jinoyatlarni oldini olish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar davomida Telegram messenjeri orqali 13 milliondan ortiq materiallar tarqatildi. Ijtimoiy tarmoqlarga 3850 ta kontentlar joylashtirildi hamda 325 marotaba ommaviy axborot vositalari orqali chiqishlar qilindi. Onlayn va offlayn targ'ibot tadbirlarida umumiy qamrab olingan fuqarolar soni 9.625.123 nafarni tashkil etgan. Lekin hurmatli rais, alohida ta'kidlashimiz kerak, mana shu olib borilayotgan targ'ibot tadbirlarimiz boyagi fuqarolarimizni axborot texnologiya sohasidagi birlamchi bilimlarning yetishmasligi hamda ozginagina ularni qiziqtirishlariga o'chligi sababli tadbirlar yetarli samarasini bermadi. Chunki abituriyentlar kelyapti, ichida pul bilan bog'liq masalalar bor, tez daromad qilasan, tez pul topasan, bo'ladi deganlarda shuncha ogohlantirishiga qaramasdan baribir qiziqish ustunlar o'tib ketib qolyapti. 1 minutga qolmasdan yechib olyapti. Ham bularning aksariyat qismi yechib olmayotgan pullarning aksariyat qismi O'zbekiston Respublikasidagi shaxslarimiz chet davlatlarda turib sodir qilinayotganligi sababli buni fosh qilish hamda aniqlash, oldini olish bizga murakkablik tug'diradi. Bunday tadbirlardan himoyalanishning muhim vositasi sifatida kelgusida aholining kiberxavfsizlik madaniyatini oshirish, aholi o'rtasida ogohlik, zarur bilimlar va ma'lumotlarni o'zlashtirib borish borasidagi profilaktik tadbirlar davom ettiriladi. Hurmatli deputatlar, jinoyatchilikka qarshi kurashda nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki davlat va nodavlat institutlar, ayniqsa mahalliy erkinligining mas'uliyati juda yuqoriligiga hech kimga sir emas. Shunday bo'lsa-da 2025 yilda kriminal vaziyatning tahlili barcha mas'ullar o'z vazifasiga birdek yondashmaganligini ko'rsatdi. Misol uchun, Oqdaryo tumanida yashovchi fuqaro Karimov rashk tufayli yuzaga kelgan janjal davomida turmush o'rtog'i Munavvarovani bo'g'ib, qasddan o'ldirgan. Mazkur jinoyat sabablari o'rganilganda Istiqlol mahallasi ijtimoiy profilaktika obyekti sifatida Karimov ishga joylashgani va Munavvarovaga e'tibor bering. Munavvarovaga o'quv markaziga yo'llanma berilganligi haqida soxta hujjatlar rasmiylashtirib, notinch oilani sog'lomlashtirish borasida biror bir chora ko'rmasdan
go'yoki oilaning ijtimoiy muammolari bartaraf etilganligi haqida qo'shma xulosa tuzish orqali profilaktik tadbirlarni yakunlashgan. Yoki 2025 yil 23 avgust kuni Samarqand shahar Nobog'chiyon mahallasida yashovchi Ortiqova mastlik holatida pochchasi Sulaymonovning bo'yin sohasiga oshxona pichog'ini sanchib uni qasddan o'ldirgan. Achinarlisi Ortiqova yashaydigan mahalla yetkiligi uning spirtli ichimlik iste'mol qilishiga hujjat qo'ygani uchun surunkali alkogolizmning ikkinchi bosqich tashxisi bilan hisobda turishini va davolanmasdan kelayotganligini bilsa-da, unga nisbatan ijtimoiy moslashtirish chora-tadbirlarini ko'rish o'rniga yashash manzillaridan ko'chib ketganligi yoki oziq-ovqat mahsulotlari berish yo'li bilan turmush tarzi o'zgarganligi haqida soxta xulosalar tuzib kelishgan. Viloyat prokuraturasi organlari tomonidan o'tgan 2025 yilda o'z vazifasiga loqaydlik bilan qarab kelgan 343 nafar mas'ullar insoniy javobgarlikka tortildi. 4 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi va aybdor shaxslarga nisbatan jazo muqarrarligi ta'minlandi. Hurmatli deputatlar, e'tiboringizni yana bir muhim masalaga qaratmoqchiman. Davlat rahbarining 18 avgust 2025 yildagi 253-son qarori bilan kriminalga vaziyati murakkab mahallalarda jinoyatlarning oldini olish bo'yicha manzilli choralar konsepsiyasi tasdiqlandi. Bunga asosan viloyatning Samarqand shahri, Fazlobod va Samarqand tumanidagi jami 10 ta mahallalar ajratib olinib, ulardagi kriminalga vaziyatni yaxshilash bo'yicha tegishli chora-tadbirlar belgilab berildi. Ammo o'tkazilgan o'rganishlarda ma'lum bo'ldiki, joylardagi mahalla yetkiligi, faollar, tegishli mas'uliyat yuklatilgan tashkilotlar o'zlarining vazifalarini yetarli darajada bajarmayotganligini ko'rinib qolgan joyda biz Urgut tumanida yaqinda o'rganish o'tkazdik. Urgut tumanidagi bitta mahallani, ya'ni Qizil mahallani alohida tanlab oldikda 15-fevralgacha biz mahalla yetkiligiga ham, tuman faollariga ham, tashkilotlariga ham, tuman hokimligi boshchiligida topshiriq berdik. O'zimizdan mutaxassislarni, ya'ni viloyat prokuraturasidan, viloyat ichki ishlaridan xodim o'tkazib qo'ydik. O'sha yerga 15-fevral kuni butun tumandagi mahalla yetkiligini o'sha mahallaga olib kelib, seminar mashg'ulot o'tkazmoqchimiz. Seminar mashg'ulot o'tkazishdan maqsad nima? Hozir viloyatda hamma tumanlarda o'rganib ko'rganmiz, 1 va 2 sonli qarorlar ijrosi bo'yicha yagona holat shakllanadi. Hamma xohlaganicha jinoyatchilikka qarshi kurash, mana qaror bor, mana qo'lingda hujjat bor, shug'ullan desak, hammasini so'rab ko'rganimizda har xil tushunchalar. Qanday kurashishni, masalan, mahalla raisi nima ish qilish kerakligini yetarli darajada bilmaydi. Yoki hokimliklar faoliyat o'zini aynan shu jinoyatchilik bo'yicha funksiyasini yetarli darajada bilmasligini ko'rinib qoldi. Shuning uchun o'sha Urgut tumanida namuna qilib turib, hamma mahalla yetkiligini yig'ib, mahalla yetkiligini umuman shu insonni qaror bilan vazifa yuklatilgan idoralarning hammasiga vazifasini qaytadan eslatib, yana har bittasi aniq lo'nda qilib qiladigan ishlarni belgilab bermoqchi. Eng asosiysi, prezidentimizning birinchi sonli qarorida tuman hokimligiga juda katta mas'uliyat yuklatilgan, ya'ni 12 yo'nalish bo'yicha o'sha mahallalarni tumanida texnik ko'rsatkichlarni tartibga solish kerak, ya'ni kameralar qo'yish kerak, tash tugmalarini qo'yish kerak, xavfsiz yo'lak tashkil qilish kerak. Masalalar bor. Shularni hammasini shu mahallada to'liq amalga oshirib, hammasiga ko'rsatmoqchimiz. Yana biz kecha ichki ishlar bilan birgalikda, o'zimizni tegishli tarmoqlar bilan birgalikda buni o'rganib ko'rdikda, hamma tuman shaharda bittadan shunaqa qizil mahallalarni tanlab oldik. O'sha mahallalarda ham xuddi Urgut tumanidagidek 15-fevralgacha hammasini seminar mashg'ulotlarini o'tkazamiz. Yana qaytadan faollarimizga, mas'ullarimizga yetkazamiz. Ularga o'qitib o'rgatamiz. Mana shuni birinchi chorakning yakuni bilan agar ruxsat bersangiz, kengashga axborot kiritamiz. Natijalarga bo'lsa, shu mas'uliyat bilan shu seminarni davom ettiramiz. Bundan tashqari, mana shu konsepsiyada deputatlarimizga vazifalar yuklatilgan, hurmatli rais. Deputatlarimiz har oyda joyiga chiqqan holda, ya'ni tuman shaharlardagi deputatlarimiz har oyda joyiga chiqqan holda og'ir mahallalarga biriktirilgan mas'ullar bilan uchrashib, ularning hisobotini eshitib, faoliyatiga taalluqli bo'yicha xulosalar tuzish kerak. Mas'uliyatsizga yo'l qo'yganlarga nisbatan tegishli choralar qo'llash to'g'risida taklif kiritish kerak. Shuning uchun deputatlarimizdan iltimos qilamiz va tumanlardagi shaharlarga hammasi eshitib o'tiribdi.
Mana shu masalaga bizga hamkor bo'lsa, yordam bersa juda ham yaxshi bo'lardi. Chunki o'zlari hammasi o'zining hududidan saylangan, o'zining hududidagi mana shu masala ham bitta muammo bo'ldi. Sizlar ko'maklaringizga muhtojmiz endi. Hurmatli ishtirokchilar, viloyatda jinoyatchilik va korrupsiyaning oldini olishda umuman barcha sohalarda qonunchilikni ta'minlashda prokuratura xodimlari eng avvalo xalqimiz va sizning xayrixohligingiz va ko'magingizga tayyor. Agarda barchamiz jon vatanimizning jinoyatdan, korrupsiyadan xoli, tinch va xavfsiz yurtiga aylantirishda birdamlik birjon bo'lib kurashsak, ko'zlangan maqsadga albatta erishamiz. Viloyat prokuraturasi tomonidan jinoyatchilikni jilolash borasida mutasaddi idoralar bilan o'zaro hamkorlikda bundan buyon ham zarur chora-tadbirlarni amalga oshirib boradi. Yaqinda Urgut tumanining faollari bitta tashabbus ko'tarib chiqdi, kengashi deputatlari va sizga aytdim, hurmatli rais, prezidentimiz 392-sonli qarori bilan tumanga juda katta miqdorda pul ajratilgan, tuman xalqini turmush sharoitini yaxshilash uchun o'zlari kengash yig'ilishini o'tkazib, tashabbus bilan chiqibki, mana shu ajratilgan pullarni joyida ishlatilishini biz hammamiz hududlarni saylanganmiz. Sizlar bilan birgalikda nazorat qilamiz, nima yordam kerak bo'lsa yordam qilamiz deb o'zlari tashabbus bilan chiqib, hududlarga bo'linib kelishib oldik. Hammamiz birgalikda hamkorlikda ishlayapmiz. Axborotni beramiz. Rahmat, Murat Boshqonimiz. Murat Boshqonimiz axborotlari tugadi. Savollar bormi? Marhamat. Assalomu alaykum. Men 19-Guliston saylov okrugi deputati Yusupova bo'laman. Haqiqatan 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha, oldini olish bo'yicha muhtaram prezidentimizning birinchi sonli qarori asosida biz Payariq tumanida maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 42 ta bog'cha va maktablariga kameralar, shaxsiy kissalarimizda kameralar o'rnatdik. Vaholanki mana 1 yil bo'lyapti, o'sha kameralar birontasi ishlamaydi. Bu bo'yicha men tegishli joylarga ham borib aytdim, arz qildim, lekin u bilan natija yo'q. Shu borada menga amaliy yordam berishingizni so'rayman. 42 ta maktab va bog'chalar tashkilotlarning yoniga qo'yildi-da kameralar. Savolingizdan masalani ham tushundim. Bu yerda chiqanqadagi bahona va o'rin yo'q. Bugun o'zi topshiriq beraman oldindan. Ichki ishlar bilan birgalikda, chunki ichki ishlarni qalqon platformasi bo'lanishi kerak, u yerda joylashgan situatsiyalar. O'shanga olib kelinish kerak, lekin joyida turgani bilan sizga aytganda foydasi yo'q. Ishlamaydi. Qo'yib qo'ysangiz ishlab tursa ham foydasi yo'q. Kimdir ko'rib turib, ha bu yerda kamera bor ekan deb o'ylashi mumkin, lekin bu qalqon tizimiga ulanmaydigan bo'lsa, buni foydasi yo'q. Biz undagi ma'lumotlarni ertaga qanaqadir jinoyat sodir bo'lsa, yoki qanaqadir huquqbuzarlik sodir qilingan bo'lsa, buni ololmaymiz. Chunki bu yerda zapis ketadi, yozib olinadi bu yerda. Sizni masalangizni tushundim. Bugun o'zida hozir men odam jo'nataman, o'sha bilan birga shug'ullanamiz. Agar ruxsat bersangiz, men 3 kun ichida sizga ma'lum qilib Rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. O'zi vaqtimiz bo'lsa ham taklifim bor meni. Savol emas. Hozir juda odam o'ylantiradi. Endi jinoyatchilik 24-yilga nisbatan 70% oshishi va buni asosiy qismi oila turmush daraja munosabati darajasidagi jinoyatlarni ko'payganligi hammamizni qalbini kuyuntiradigan, o'ylantiradigan narsa. Shu o'rinda men aytmoqchi edimki, hozirgi vaqtda mana shu berilayotgan kontentlar, bolalarimiz o'sha internetdan foydalanishni cheklovlayapmiz, kirib ketyapti. Juda ko'p kontentlar ularni juda betoqatlikka va yuzga choparlikka o'rgatib qo'yapti-da. O'shalar tabiiy hol deb qabul qilyapti. Jaholatga qarshi ma'rifat degan bir tamoyil bilan mana shu viloyatimizda o'zida ma'naviyat ma'rifat markazi va o'shalarga hududiy tegishli bir nimalar juda chiroyli, juda ko'plab kontentlar ishlab chiqarishimiz kerak bo'ladi. Mana masalan o'sha oddiy bizni milliy qadriyatlarimiz asosida o'sha ota-onaga gap qaytarmaslik yoki aka-ukani haqqi, qo'ni-qo'shnichilikni haqqi, o'sha mana shunaqalarni ifoda etadigan, qiziqarli va zerikmaydigan, beliga kelmaydigan, uzoq nima bo'lmaydigan 1 minutga yetadigan roliklarni agar shunaqa manbaini ko'paytirsa, biz buni ko'proq targ'ibot bilan shug'ullansak. Bu ham ancha odamlarga o'sha ta'sir qiladi-da. O'sha biz endi vizual ta'sirlar o'zi kuchayib ketgan. Bo'layotgan mana shu endi avval masalan aka-ukani sudlashi, ota-bolani sudlashi yoki qasdlashi nihoyatda kam uchragan va oriyat masalasi bo'lsa,
Bugun u oddiy narsaga aylanib qolyapti. Shuni ta'kidga tushmoqchi edim. Shunday masalangizda menimcha tuman shaharlardan hokimlarimizdan qatnashyapti shekilli. Sizlardan aytib o'tishim kerak. Bu masalani to'g'ri ko'tardi. Endi yo prokuratura yoki ichki ishlar menga harakat qilganimdan o'zi mag'lubiyatga yetolmaydi. Jinoyatchilik tugatolmaydi. Lekin tuman shahar hokimlarimiz eshitib o'tdi. Mana shu birinchi sonli qarorni ijrosi bo'yicha ularning mas'uliyati juda ham katta. Chunki bizda hammasini ular taqsimot qiladi. Ularning qarori bilan kengashni ko'rilib, keyin hokimning farmoyishi qarori bilan pul beriladi. O'sha pulga asosan biz joylarda o'sha kamerani ham qo'yishimiz mumkin, o'shalarni ham qilishimiz mumkin. Oyoq aytgan ta'rifot tadbirlarni o'tkazish uchun qandaydir kontentlarni ishlab chiqishimiz mumkin. Lekin hokimlarimiz bu masalaga panjara orasidan qarab kelyapti. Bir necha marotaba takrorlash kerak bularga, bir necha marotaba chora ko'raman deb turib aytish kerak yoki qanday chora ko'rilgandan keyin ajratiladigan, beriladigan pulni yarmini yoki 3/1 beradi. Biz bu masalani ko'p gaplashib olganmiz. Lekin yana bir marta deputatlarimiz hollarida o'tirganini foydalanib aytayapman, shu kengash ham bizga yordam berib hamkorlik qilish kerak. Chunki sizlarga masala qo'yilmasa, sizlar bilmasliklaringiz mumkin bu narsa. Lekin birinchi sonli qarorda, prezident qarorida mahalliy hokimlar xalqaro masalani to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatib. Hozir kontent ishlab chiqish uchun ham kimnidir yo'llash kerak. Unga material berish kerak, unga mablag' berish kerak, pul berish kerak. Pulni mahalliy kengash berish kerak, mahalliy hududli hokimlar berish kerak. Chunki har chorakda ortiq bajarilgan qismini oladigan ular taqsimot qiladigan o'shalar. Albatta kengashda hozirgi kun bo'ladi. Lekin ana shunga ikkinchi, uchinchi darajali ish deb qaramaslik. Hududi tinch bo'ladigan bo'lsa, odamlari tinch bo'ladigan bo'lsa, o'zini bosh og'rig'i kam bo'ladi, murojaati kam bo'ladi. Hamma biladi endi buni boshqa tumandan yoki boshqa viloyatdan yoki chet el davlatdan investor. Turizm bilan ham bog'liq joylar bor. Lekin oxirida biz mana shunaqa holatda javobgar bo'lib qolyapmiz. Endi hurmatli to'g'ri qabul qiling. Sizlardan iltimos mana shu masalada bir hamkorlik qilib, hokimlarimizni ham bir mas'uliyatini oshirib, bu masalaga sal jiddiy e'tibor qaratadigan qilib, ular bu mas'uliyatini ko'tarishga yordam berishadi. Rahmat. Endi o'sha hurmatli prezidentimizga 2025-3-yanvardagi birinchi sonli qarorida hammaning vazifasi aniq, ravshan belgilab berilganda, lekin haqiqatda to'g'ri bu jinoyatchilikni oldini olish, bartaraf qilish masalalari faqat shu huquqni muhofaza qiluvchi organlarning vazifasi degandek qaralish menimcha bugun mana shu ishlarimizda oqsoqlikka yo'l qo'yilishidan menimcha asosiy sabab bo'lyapti. Albatta buni bizda deputatlarimizdan, biz kengashimizdan buni inobatga oladi. Mana shu bugungi sizda axborotingizda berilgan nimalarni holatlarda bir bizga to'g'risi tumanlar kesimida bir yaxshi bir tahlil qilib yigitlarimiz agar bersa, biz hozir deputatlarimiz to'g'risi mana Narpay tumanida boshladi hozir 25-yilda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha o'rganish olib borishyapti. Albatta sessiya qilamiz buni yakuni bilan. O'sha sessiyada har bitta tumandagi holat bo'yicha deputatlariga ham, mahallasiga ham hammasiga vazifa yuklab bergan. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda bu muammoni hal qilishimiz kerak. Bu hammamizning muammomiz. Bu bizda haligi huquqni muhofaza qiluvchi organlarning vazifasi emas. Endi hurmatli deputatlar, ushbu masala bo'yicha doimiy komissiyasining xulosasini o'qib eshitish uchun so'zni xalq deputatlari viloyat kengashining korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Nuraqulov Shohruh Davronovga bersak, qisqacha mana axborotni eshitdik. Endi ilk so'z masalasi o'tirsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli deputatlar. Axborot doimiy komissiyada eshitildi, muhokama qilindi. Doimiy komissiya a'zolarining takliflari bilan inobatga olinib, qaror loyihasi tayyorlangan. Mazkur qaror loyihasi kengashga kiritildi. Tahsilga chaqiramiz. Rahmat. Demak,
qaror loyihasini tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qullansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqladi. Qarshilar yo'q. Bu taraflar yo'q. Bir ovozdan tasdiqlandi. Murod Qosimovich, endi bizlar bilamiz, sizda juda ham ishingiz ko'p. Ayniqsa Urgut tumaniga siz biriktirdingiz, prezidentimiz shaxsan topshiriqlari bilan. Sizga katta rahmat. Mana qimmatli vaqtingizni ayamasdan axborot berib, mana deputatlarimiz bilan birgalikda baham ko'rdik. Endi Xudo xolasa bizlar ham chora-tadbirlarimizni belgilab olamiz. Ishingizga muvaffaqiyat. Sog' bo'ling. Bitta masala yordam kerak. Mana kecha o'zingiz ham korrupsiyaga qarshi bo'lishdan oldin bitta masalani aytdingiz. Viloyat kengashining deputatlari joylarda o'rganishlar o'tkazadi dedingiz. Shu o'rganishlarga agar ruxsat bersalarning, lozim deb topshirlaring, bizlar ham agar qonun qo'shilsa, shu jinoyatchilik bo'yicha birgalikda sizlar bilan hamkorlikda o'rganish o'tkazsa, shuni joylarda sessiyada birgalikda muhokama qilsa, o'sha yerda hokim, prokuror nashamligi shu masala bo'yicha axborot bersin. Rahmat. Bu bizda deputatlarimizga katta kuch bag'ishlaymiz bu. Viloyat prokurorining o'rinbosari darajasida hokim. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi ikkinchi masala viloyat hokimining 2025-yil 17-dekabrdagi Samarqand viloyati hokimligi huzuridagi ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash bo'yicha injiniring kompaniyasi davlat muassasasi direktori vazifasini bajaruvchisi Karimov Muhiddin Muhammadov o'g'li bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risida 420-sonli qaror viloyat hokimidan mana shu qarorni tasdiqlash masalasi qo'yilgan. Endi mazkur masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Tasdiq qilsak ma'qulmi? Ma'qul. Ma'qullansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlaydi. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 3-masala viloyat hokimining 2025-yil 17-dekabrdagi Hojigetov Ramonqul Abdurahmonovich Samarqand viloyati hokimligi huzuridagi ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash bo'yicha injiniring kompaniyasi davlat muassasasi direktori lavozimiga tayinlash to'g'risidagi 421-sonli qarorni tasdiqlash to'g'risida. Mazkur masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Ma'qullasak ma'qul, mana ta'rifasi bor, halol yigit. Halol yigit, hammamiz taniymiz. Ma'qullansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlaydi. Qarshilar yo'q. Betaraflar yo'q. Tasdiqlandingiz, tabriklaymiz. Sizga muvaffaqiyat. Rahmat. Oturman bunun işleri var. Tamam, tamam. Bugün oturup tutsan, orada son oturalmayız. Tartibidagi 4-masalamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevraldagi jamoat transport tizimini isloh qilish va chora-tadbirlar to'g'risida 59-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Samarqand shahri bo'yicha ishlab chiqilgan transport va yo'l transporti infratuzilmasini rivojlantirish bosh rejasiga asosan 2024-25-yillarda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha viloyat transport boshqarmasi boshlig'i Hojiyev Ravshan O'tkerovichning hisoboti. Marhamat Ravshan O'tkerovich. Qisqaroq qilasiz, bo'lma. Asosiy joylarini aytasiz. Bizda deputatlarimiz asosiy emas. Nima qilmoqchisiz shuni ayting. Bu qilingan narsani bilamiz, hammamiz deputatlarimiz yaxshi-ku. Qilgan ishlaringiz ancha bo'lib qoldi. Mana Astanovkalarga borsak, Astanovkalarni bir hozir endi me'moriy ko'rinishlari ham bir boshqacha bo'lgan, xursand bo'lyapmiz. Endi mana kelajakda nima qilmoqchisiz, deputatlardan nima yordam kerak? Ana shu to'g'risida Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli ishtirokchilar. Bugungi kun transport masalasi haqiqatan boshlicha ishlab chiqildi. Boshlichaga asosan Samarqand shahrida uchta yo'nalishda tarmoq shakllanadi. Biroq bu boshlicha 2021-yil o'sha ishlab chiqilgan bo'lib, bugungi kunda aholining talablari, aholining o'sishi inobatga olgan holda aholining takliflari kelib tushmoqda.
bu yo'nalishlarni cho'zish, qisqartirish, o'sha yo'nalishlarda avtobuslarni qo'shimcha takliflari bo'lib turibdi. Shuning uchun sizlarning yordamlaringiz kerak. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda mana shu hozirgi kunda mana transport sohasi butun dunyoda o'tishni hisoblanadi. Bu transport sohasini rivojlantirish borasida biz boshqarma tomonidan ancha talagini ishlar amalga oshiryapmiz. Bugungi kunda hozir 100 ta elektrobus olib kelinadi va undan tashqari bugun shu yil 2026 yilning birinchi yarim yilligida yana 50 ta elektrobus olib kelish rejalashtirilgan. Dastlab harakatlar boshlangan va 2026 yilning yakuniga qadar 250 ta elektrobus olib kelish rejalashtirilgan va shunga davr ushbu elektrobuslar kelishiga davr ushbu infratuzilmalarni yaxshilash, bekatlarni ta'mirlash, qo'shimcha bekatlar qurish borasida talagini ishlarni reja va maqsad qilib olganmiz. Bundan tashqari mana shu Samarqand shahrini tuman markazlari bilan bog'lovchi yo'nalishlarimizga anchagina transportlarimiz oqsab qolgan va o'sha jamoat transportiga bo'lgan ehtiyoj juda ham kuchaymoqda. Va bundan ham o'sha tuman hokimliklari bilan birgalikda o'sha yordamlarni so'rab qo'raylik, qo'shimcha o'sha talabgor tadbirkorlarni topib ushbu yo'nalishlarda o'sha avtobuslarni o'sha xalqimizga xizmat qilish uchun o'sha qo'yishda yordam so'rab qo'raylik. Bundan tashqari transport sohasida mana hozir tumanlarimizda o'sha transportga bo'lgan ehtiyoj kuchaymoqda. Sababi mana shu noqonuniylarning ko'payishi va qo'shimcha aholining ko'payishi natijasida va mana shu bank kredit imtiyozlarining yuqoriligi natijasida shu tumanlarda biz shug'ullanmoqchimiz. Har bitta tumanda qo'shib qaytadan ahvol qilib va mana shu 2026-yilga tayyorgarlik ko'rib va avtobuslar bilan ta'minlashni maqsad qo'yganmiz. Va hozirgi kunda mana Samarqand shahrida o'sha tirbandlik juda ham eng global masala bo'lib keldi. O'sha tirbandliklarning oldini olish borasida transport sohasining juda katta o'rni bor. Bu mana Samarqand shahrida A-klasslar mana hozirgi kunda ayrim yo'llarimizda joriy qilingan va ushbu o'sha yo'nalishlarimizda qo'shimcha o'sha jihozlar, o'sha yo'l patrul xizmat xodimlari bilan birgalikda o'sha faqatgina o'sha jamoat transporti foydalanish, ya'ni o'sha shaxsiy transport vositalari bilan o'sha manzilingizga masalan 20-30 daqiqada yetib boradigan bo'lsangiz, jamoat transportida 10-15 daqiqada yetib borish imkoniyatlarini yaratish borasida 2026-yilda shug'ullanamiz. O'shanda nima deydi? Xalqimizga ham shu bugungi talabi shundayda, chunki hech avtobusga bo'lmaydi, ertaroq boraydi deb nimalarga o'zini shaxsiy mashinasida yoki taksiga harakat qiladi. Agar jamoat transporti o'sha o'z vaqtida o'sha manzilga yetkazib oladigan bo'lsa, menimcha o'zimiz ham o'sha avtobusda yurishda olmaydi. Albatta, haqiqatdan mana shu uchta yo'nalishlarni hozirgi kunda ikkita yo'nalishimiz Burda shahrida tuzilgan va Burda shahri asosida ishlayapti. Ushbu yo'nalishlarimizni yil yakuniga qadar 43 tani to'liq mana shu elektrobuslarimiz kelishi bilan ham qo'shimcha ekologik toza, ham sifatli o'sha jamoat transportiga bo'lgan talabni qondiradigan avtobuslar bilan to'ldirmoqchimiz va bir o'rinda bu borada sizlarni yordamlaringiz bizga juda ham kerak, chunki transport sohasi bu juda ham o'sha global masala hisoblanadi. Endi Ravshan o'tkazishda bitta talabi bor, bizlarga oldimizga qo'yyapti. Mana shu nima bor, to'lovi, avtobusning to'lovi agar chekka o'sha nima plastikdan agar to'lanadigan bo'lsa 2000 so'mda, agar naqd to'laydigan bo'lsa 3000 so'm. Shunda deyapti 4000 so'm qilaylik, ya'ni naqdini, lekin haligi nimasini o'sha 2000gacha qoldiraylik. Shunda farqi kattaroq bo'lsa odamlar cheklardan foydalanadi, ham bu yerda inson omili sal uzoqlashib tushadigan mablag' to'g'ridan to'g'ri hisob raqamga tushadi, korrupsiyaning ham oldi olinadi degan bir fikrlar ham bo'lyapti. Shuni ham bir inobatga olib bizlar nimamizda qarorimizga o'ylab ko'rsak, avtobus chiqqan narsani oshirish hamma kerakli o'sha tartib qoidasini qilgan holda u yana biror o'sha yerda nimani oldida
nima qo'ygansizlarga kassami nima Bunda hamma bekatlarda infeksiyalar o'rnatilgan. Bu infeksiyalar orqali istalgan o'sha chipta xarid qilishadi. Istalgan paynet o'tganlardan, infeksiyalardan shu chipta xarid qilib elektron to'lov orqali foydalanish mumkin. Biz bunga nima uchun o'tmoqchimiz? Sababi hozirgi kunda mana shu avtobuslarda biz brutto shartnoma asosida ishlatyapmiz. Brutto shartnoma asosida ishlatyapmiz. Bu shartnoma shunday iboratki, o'sha xalqdan tushadigan mablag' to'g'ridan-to'g'ri shu jamg'armaga tushishi kerak, byudjetga tushishi kerak. Va biz byudjetdan buni avtobuslarda yurgan kilometr uchun mablag' ajratib beramiz. Hozirgi kunda mana shu naqd pul shakllanganligi sababli bu qaytadigan xalqdan tushadigan pul naqd pul bo'lganligi sababli o'sha yashin iqtisodiyot avj olgan. O'shalarni oldiga barham berish maqsadida agar biz naqd pulni 4000 so'm qiladigan bo'lsak, elektron to'lovni 2000 so'm o'sha yana rag'batlantiruvchi tariflarni shakllantiradigan bo'lsak, studentskiy pensionerlarni tariflarni shakllantiradigan bo'lsak, 90% aholi, 95% aholi elektron to'lovga o'tadi va bu birinchi navbatda o'sha korrupsiyani oldi olinadi, ikkinchi navbatda o'sha byudjetimizni bir qismi yana o'sha to'lovdan to'lib oqlashini haydovchilar oyligini oshishiga ham haydovchilar albatta o'sha tushadigan tushumga bog'liq. Tushadigan tushumga qarab turib haydovchilarning oyligi ham yuqori bo'ladi va haydovchini bugungi kunda mana ko'chalarda ko'rgansizlar, o'sha quvvat bor. Nima uchun? O'sha naqd pulga bo'lgan ehtiyoj bor. Unga kunliklar qo'yiladi. Agar shular haydovchi faqatgina o'sha o'zini belgilangan soatda shu transportini boshqarsa, shu yo'lovchiga bo'lgan talabga u ehtiyoj qilmasa, to'g'ridan-to'g'ri bu sifat yaxshilanadi, intervallari yaxshilanadi va mana shu bekatlarda hozirgi kunda mana to'xtab qolish, probkalik joylarimiz va mana shu oltin nuqtalarimizga barham berilgan bo'ladi. savollar bormi? Marhamat. Можно? Седьмой округ. Татарина Тамара Павловна. Это, скорее всего, не вопрос, наверное, а просто как пожелание. Дело в том, что я пользуюсь тоже транспортом городским. И общаясь с людьми, вы знаете, что Самарканд – город туризма. И больших нареканий вызывает 52 и 22 маршрут. Водители некультурные, грязные, на остановках стоят очень долго, забивают полностью. Люди очень жалуются вот именно на эти два маршрута. Хотелось бы, чтобы при принятии на работу, наверное, проводили какой-то инструктаж, как себя вести. Все-таки у нас город туризма, и это лицо нашего города. И хотелось бы, чтобы транспорт тоже отвечал. Вот сейчас, конечно, мы очень рады, что у нас вот с транспортом в городе налаживается, но вот эта физкультура, это выбивает Самарканд из, так сказать, хороших черт. Хотелось бы, чтобы вот, я не знаю, как вы принимаете их на работу, по каким принципам, но вот это бы хотелось бы. И учитывая 52 и 22, это два больших маршрута, которые нарекания. Albatta, bu borada biz bu masalalarni bitta bo'lib, ikkinchi marshrut, yuqori marshrutlarni, hamma marshrutlarimizni ushlab bu tan olish kerak. Endi men sizlardan birinchi navbatda uzr so'rayman. Bu transport sohasini rivojlantirish bo'yicha boshqarma bilan birgalikda kuchli harakat qilyapmiz va mana shu 7 yil mobaynida sezilarli darajada nimalarni amalga oshirdik va biz uchun bu kam hisoblanadi. O'sha yil yakunigacha mana shu 43 ta yo'nalish, hozirgi 43 ta yo'nalishlarimizda 22 tasi brutto shartnoma asosida ishlayapti. Hozirgi bu nima sababdan kelib chiqyapti? Mana shu probka qolishi yoki interval masofa uzayib ketishi, ular o'sha haydovchini, ya'ni pulga bo'lgan ehtiyoji borligi sabab mana shu muammolarimiz kelib chiqyapti. Va biz bu 2026-yilda bu masalalarni to'liq bartaraf qilamiz. Oldimizga maqsad qo'yganmiz. Mana shu naqdni to'liq elektron shaklga o'tkazamiz. Sohani to'liq raqamlashtiramiz. Va o'ylaymanki, bu kishini mana shu bergan shu savollarga ham yechim oladi deb o'ylayman. Men birinchi navbatda mana shu turish o'tkingacha ham qarab turmayman va o'sha siz aytgan mas'ullarni ham nazoratga olaman. Bizning qoshimizda o'sha transport nazorat inspeksiyasi bor. Bundan tashqari o'sha Samarqand viloyat boshqarmamizda dispetcherlik monitor markazi shakllantirilgan. Ushbu markaz orqali har bitta avtobusni xatti harakatini, haydovchini o'sha gapirgan gapidan tortib yurgan intervaligacha, o'sha yo'lovchilarning e'tirozlarigacha bizda ko'rinib turadi. Bu o'sha dispetcherlik monitor markazi shu 2025-yilda shakllantirildi va to'liq Samarqand shahri o'sha GPS orqali to'liq avtobuslar ushbu programmaga ulanyapti, ulanib bormoqda va ushbu programma orqali biz to'liq shu transport vositasini qamrab olamiz. Mana shu aytilgan gaplar ertaga shu nima
yakuni bilan sizga rahmat aytadigan bo'laylik iltimosmanda. To'g'risi juda yaxshi gaplar bo'ldi, juda. Chunki bugun aholini yana o'sha jamoat transportga chiqmayotganligini sababi ham shunday. Birinchidan o'sha boyagi noto'g'rirligi, keyin qumol muomala, mana shular endi sababdan asosiy sabablardan biri. Endi hurmatli deputatlar, vaqtimiz juda ham qisqa vaqtimiz. Men aytyapman, hozir hammamiz prezident sessiyasiga borishimiz kerak, nimasiga yig'ilishiga. Shuning uchun mana doimiy komissiyada ham bo'lmasada ko'rib chiqilgan. Nima takliflaringiz bo'lsa yozib beringizlar, bu ishga yetkazamiz va albatta ijrosini nazorat qilamiz. Demak, doimiy komissiya mana o'rganib chiqqan avtomobilga so'z bersak, bu kishi ham vaqtimizni ko'proq olib qo'yadi, lekin aniq fikrlar bor. Shuning uchun menimcha qaror loyihasi ham sizlarga tarqatilgan. Shu bildirilgan fikr, mulohazalarni, takliflarni qo'shgan holda tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qullansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'lga qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat. Hurmatli rais, kechirim so'rayman. Bevosita shu doimiy komissiyani raisi bo'lganligimiz bilan shu sessiya davomida bizga Zoom'da ulangan deputatlarimizga va memorlarimizga e'tirof etdik. Oilalar viloyat kengashining sessiyasida ishtirok etyapsiz. Transport ko'rilganda ham joyga o'tirdingiz. Buni qilib bir-biringiz bilan agar sizda tajriba bo'lsa kelib ayting, bu to'g'ridan-to'g'ri deb bo'lyapti. Hammalarni ko'rib turibsiz, xalq ko'ryapti. Kim gapirganini o'zlaringiz bilasizlar. Salgina madaniyatni saqlagan o'zlaringiz qadrlaringni bilinglar, iltimos qilaman. Viloyat kengashining sessiyasida kim rais qilishdan qat'iy nazar uni qadr tushmaydi. Muhokamani sizlar bilan birga qilishimiz kerak. Sizlarda ko'p bo'lsa kelinglar. Bo'lmasa iltimos o'tirib eshitib fikrlarni aytinglar. Rahmat. Kun tartibidagi 5-masala Samarqand viloyatining Jamboy, Pastdarg'om, Narpay tumanlaridagi samarasiz kichik sanoat zonalarini tugatish to'g'risida. Shu masala bo'yicha qisqacha tushuntirib berish uchun shu Samarqand viloyati sanoat zonalarini boshqarish direksiyasi direktori Habibullayev Dilshod Ismoilovga qisqagina tushuntirib bering. Bu nimaga bu kichik zonani nima qilyapmiz, tugatyapmiz? Samarasi yo'qmi? Nima Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli deputatlar. Bugungi sessiya kun tartibiga kiritilgan masala bo'yicha qisqaroq aytib o'tmoqchiman. Hozirgi vaqtda sanoat sohasi butun eng muhim sohalardan biri bo'lib hisoblanadi. Noyabr oyida shu direksiyaga tayinlangandan keyin mana har bir sanoat zonasini o'rganishdan boshladim. O'sha sanoat zonalarida nima sababdan to'liq ishlamayotganligi masalasi bo'yicha ishchi guruh taqdirlar o'tkazildi, o'rganishlar o'tkazildi. O'sha tegishli hokimliklar bilan birgalikda o'sha o'rganishlarda aniqlandiki, ayrim sanoat zonalarimiz haqiqatdan ham yillar davomida ishlamasdan umuman faoliyatsiz bo'lib kelmoqda. Jumladan bugungi kun tartibiga kiritilgan Jamboy tumanidagi Qoramo'yin, Narpay tumanidagi Guliston, Pastdarg'om tumanidagi sanoat zonalari yillar davomida tashkil bo'lganiga bir necha yillar bo'lgan bo'lsa-da, tadbirkorlar tomonidan qiziqish bildirilmagan, ya'ni o'sha o'z jozibadorligi bo'lmaganligi, ushbu yerlarda infratuzilmalar o'tkazish juda murakkabligi bo'lganligi uchun bir necha marta o'sha auksion savdolarga qo'yilishiga qaramasdan tadbirkorlarga ham qiziqish uyg'onmaganligi sababli tegishli hokimliklar bilan kelishgan holda ushbu sanoat zonalarini maqomini bekor qilib, ushbu yerlarni tegishli to'g'ri bo'lgan to'g'ri bu sanoat zonalarini o'sha ura-urachilik bilan tanlangan, o joylarga hech kim bormaydi ham, u yerda buni infratuzilmalar ham tayinli yo'q yerda. Boshqa shuning uchun vaqtida shu ura-ura bilan bo'lgan, shuning uchun bugun tugatib haligi jozibador joylardan, tadbirkorlarimizni qiziqtiradigan joylardan berishni menimcha tavsiya qilish xuddi shunday. To'g'rimi? Demak, bu mana ushbu masala ham doimiy komissiyani yig'ilishida ko'rib chiqilgan. Demak, qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan, bildirilgan shu
kunlarda hisobga olgan holda qaror loyihasini tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qullansin degan tartibga qo'shilgan deputatlar. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, birovlardan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 6-masala ham aynan mana shu mazmunda xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 2020-yil 26 iyundagi Payariq tumani va Kattaqo'rg'on shahrida kichik sanoat zonalarini tashkil etish to'g'risidagi 63 sonli qaroriga o'zgartirish kiritish to'g'risida. Bu yerdan aynan mana shunday sabablarga ko'ra, shunday boshqacha. Yerda sanaylar boshqacharoq. Boshqacha bo'lsa ayting. Qaror qabul qilish jarayonida men o'ylayman texnik xatolik bo'lgan, ilovasi, qaror ilovasida texnik xatolik bo'lganligi sababli o'sha 12.000 kvadrat bino inshootlar Kattaqo'rg'on shahariga tegishli bo'lsa-da, o'sha qandaydir texnik xatolik sababli Payariq tumaniga o'tib qolganligi uchun hozirgi vaqtda kadastr tizimida muammolar yuzaga kelib, tadbirkorlar hozir o'z yerlarini xususiylashtira olmayapti. Kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib olmayapti. Mana shuni agar o'zgartirish kiritilsa, kadastr tizimiga ham o'zgartirish kiritilib, bu muammo bartaraf etiladi. Doimiy komissiya ko'rib chiqiladi masalan, to'g'rimi? Dmitriy Vladimirovich, siz o'zingiz qatnashdingiz ham bu doimiy komissiyaning yig'ilishida shu aytilgan sabablar o'rinda. Demak, mazkur masala bo'yicha qaror loyihasi ham tarqatilgan sizlarga. Ma'qullasak bo'ladimi? Ma'qullansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlashdi. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, birovlardan tasdiqlanadi. Rahmat. Tartibidagi 7-masala xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 2025-yil 2-maydagi viloyatdagi ayrim mahalla fuqarolar yig'inlarini optimallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 67-sonli qaroriga o'zgartirish kiritish to'g'risida. Ushbu masala bo'yicha qisqacha tushuntirib berish uchun so'z O'zbekiston mahallalar uyushmasi Samarqand viloyat boshqarmasi boshlig'i Jabborov So'yilov Ismoilovga marhamat. Naftar selektorga kirganda Qaysi selektorga? Prezident selektorga qo'yamiz. Shu o'zini yangi qaror. Ha? O'zini yangi. Yaxshi. Nima qisqa lekin nima vaqtimizga hurmatli deputatlar, qarorlaringiz o'tgan yilda mahallalarni ixchamlashtirish bo'yicha ishlar tashkil etildi. Xususan, Astarg'om tumanida 107 ta mahallaning 7 tasi ixchamlashtirildi. Va mana shu jarayonda qarordagi texnik xatolik sababli Avron va Qorariq mahallalarini birlashtirilib, Qorariq mahalla nomi qoldirilishi qayd etilgan. Tuman hokimining xati hamda boshqarmaning buni kengashga yo'llangan xati. Shu nomini o'zgartirish kerak emas. Buni hamma ko'rgan hamma biladi, shuni nomini o'zgartirishga bor. Bitta narsa aytaymi sizlarda ayblaringlar o'zgaryapti. Boshqalar shu ayblarni o'zgaryapti. Sizlar taklif beryapsizlar. Xalq deputatlari viloyat kengashidagi qarorda texnik xatolik bilan bizlarni bo'ynimizga qo'yyapti-da, o'zlarini aybini yapyapti. Biz buning uchun qaytardik sizlarni. Mana hozir boshqatdan o'tkazyapsiz. 3-marta bo'lyapti mana shu masala. Sizlar o'zlaring xato qilib, o'zlaring noto'g'ri ishni bizni bo'ynimizga qo'ymanglar bunga. Mana shu Jabborovga ham ayting. Sizlarning xatolaringiz yo'qmi? To'g'risini aytganda bu bizni boshqarmalar xatosi emas, tumanda Endi qisqasi bor-ku, bu yerda mahalladan rais aynan o'sha mahallani fuqarosi bo'lganligi uchun o'zini o'sha shtabning nomini qo'yishga qiziqib, hammasini olib kelyapti-da, oxiriga kelganda faqat nomini qo'yish degan joyiga qo'yib, uni sizlar tasdiqlab, viloyat hokimiga olib beryapti, viloyat hokimi tasdiqlab beryapti. Bizlarga kelgandan keyin o'sha nom bilan bizlar bu yerda qaror qabul qilyapmiz. Bizlarga qo'yyapti. Aytdi endi to'g'risi haligi nima deydi? Mayli, nima bo'lgan bo'lsa ham endi o'sha xatolik tuzatiladi-da. Shuni ma'qullash kerak katta qisqasi. Ma'qullasak bo'ladimi? Qarshilar, bir taraflar yo'q, birovlardan tasdiqladi.
kun tartibidagi 8-chi masala o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularga qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risida. Ushbu masala ham doimiy komissiya ko'rib chiqilgan shohini davomimiz. Mana shu sizlarga tarqatilgan materiallar ma'qullansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l tartibasidir. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Biroz tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 9-masala Xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 25-20-avgustdagi 127 sonli 26-sentyabr 140 13-oktyabrdagi 152, 30-oktyabrdagi 165, 18-noyabrdagi 168 hamda 9-dekabrdagi 183 sonli qarorlarning ilovasiga o'zgartirish kiritish to'g'risida ushbu masala bo'yicha Shodiqul Ozod ishtirok etyaptilar. Shu tushunish berasizmi? Shu davomini o'tyapti. O'shadan turib aytavering. Abdulbek, buni o'zgarishiga sabab bugungi kunda e'tirofda texnik nima imkoniyat mavjud emas shakllantirishga. Buni nima qo'lda shakllantirilyapti. Hech kim bu yerda nimasi fuqarolar adashmagan, faqat fuqarolarning bu yerda ajratilgan yer nima e'tirof etilayotgan yer nimasi sotig'i hamda dehqon xo'jaligi o'rtasidagi tafovut bo'lgan. Chunki bular hammasi qo'lda qilinganda, shu paytgacha yo'q. Buni kadastr keyingi safarga hammasini inson umrini nima qilib inson umrini istisno qilgan holda shakllantiradigan qilyapti. Shunga bugungi kungacha bo'lgan mana shu tafovutlar ertaga kadastrga ro'yxatga olishga muammo bo'lmasligi uchun birdan to'g'rilaydi. O'zgartirsak muammo bo'lmaydimi? Yo'q, hech qanday muammo. Demak, Shohir Dorvon shuni doimiy komissiya ko'rib chiqasizlar. Demak, sizlarga nimalar loyihalar tarqatilgan, ma'qullansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l tasdiqlashdi. Qarshilar, betaraflar yo'q, birozdan tasdiqlandi. Kun tartibidagi 10-masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-27-dekabrdagi Samarqand viloyati iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni yanada jadallashtirish to'g'risidagi 392 sonli qaror ijrosini ta'minlash to'g'risida. Ushbu masala ham Soyipov Bekzod Rahimovich bormi? Tashakkur. Qani ikki ozgina bir yo'nalish berib, nima qiling, bu yerda doimiy komissiyada ko'rilgan bu masala. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli so'zlar. Yuqorida aytgan qarorimizni 7-bandida har bir mahalla ixtisoslashni qayta ko'rib chiqib, mavjud resursni mexanizmini samarali safarbar qilish yuzasidan manzilli chora-tadbir ishlab chiqib, Xalq deputatlar kengashiga kiritish bo'yicha topshiriq ketgan. Bizlar 1063 ta mahallani to'liq o'rganishdik, ularni ixtisoslashni qayta ko'rib chiqdik. O'rganish natijasida demak 170 ta mahallani past ixtisoslashuvga, 476 ta mahallani o'rta ixtisoslashuv va 412 ta mahalla chuqur ixtisoslashuvga ixtisoslashgan mahallaga bo'lib oldik, 3 ga bo'lib oldik. Ya'ni 50% dan ziyod ixtisoslashuv, chuqur ixtisoslashuv, 30% 50% gacha o'rta, 30% gacha ixtisoslashgan mahallalarimiz past ixtisoslashganga bo'lib oldik. Tajribamiz o'tgan tajribalardan kelib chiqqan holda ajratilgan kredit, yo'naltirilgan resurslarimiz qachonki mahalla ixtisoslashga qaratilgan bo'lsa, samarasini beryapti. Shu nuqtai nazardan barcha resurslarimizni shu mahallalar ixtisoslashuvga qaratishni reja qilib oldik. Bu bo'yicha chora-tadbir ishlab chiqdik. Agar tasdiq desangizlar, shu bo'yicha ishlab doimiy hisobot berib boramiz. Akbar Hasanovich, bu masala doimiy komissiyada ko'rib chiqildi. Tasdiqlashga Komissiya a'zolarining fikr mulohazalarini inobatga olib, qaror tayyorlandi va o'shani komissiya a'zolari ma'qullansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlashdi. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, birozdan tasdiqlandi. Kun tartibidagi 10-masala Samarqand viloyati bo'yicha 2026-yil davomida yer auksion orqali sotuvga chiqariladigan yaylov yer maydonlarini tasdiqlash to'g'risida. Bozorov Ahmad bormi? Yerdaman. Assalomu alaykum, hurmatli rais.
Hurmatli deputatlar, muhtaram Prezidentimizning 2025-yil 22-dekabrdagi FQ 392-sonli qarorining 17-bandi bo'yicha yil davomida auksion savdolariga chiqariladigan yaylov yer maydonlarini har yil 1-fevralga qadar xalq deputatlari viloyat kengashi qarori bilan tasdiqlab berish ko'rsatib o'tilgan. Shunga asosan bugungi kunda biz viloyatimizda 85 ming gektar yaylovdan ko'proq yaylovlarda auksionga chiqarish belgilab olingan. Tumanlar kesimida ro'yxatga kiritilgan. Shu qo'yilgan yaylov yer maydonlarini tasdiqlab berishni aytmoqchi. Menda savol bor edi. Uzr so'rayman. Buni oladiganlar bormi? Endi foydalanib turgan oluvchilar bor. Lekin O'zini foydalanib turganlar bor. O'z egalariga. Endi kim sotib olsa, avvalab bor. O'zi biron borib olmaydi u yerda. Chunki foydalanish o'sha yerda yashayotgan aholiga haligi qulaydi. Bu boshqa odamga to'lgan. Lekin shuni savdoga chiqarib, tushumini o'sha mahalliy byudjet foydalanadigan bir imkoniyatdan paydo bo'lyapti. Baxtiyor aka, bu komissiya ko'rildimi? Bu masala doim komissiyada ko'rildi. Prezident qarori bor to'g'risida 2025-yildagi 27-dekabr qarori hamda viloyat hokimi o'rinbosarining bo'yicha taklif qilingan. Mana shu chegirma maydonlar 6 ta tumanga belgilab berilgan. Hammasini ma'qullasak bo'ladi. Ma'qullansin degan deputatlar bu deputatlar berishadi. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Birozdan aslan 12-masala Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlikda institutsional va ijtimoiy tuzilma binolarni yashil qayta jihozlash bo'yicha ishlab chiqilgan loyiha konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida ushbu masala bo'yicha Nasriddin Badrievich ushbu masala doimiy komissiyada ko'rib chiqildi. Qaror loyihasi tayyorlandi. Doimiy komissiya tomonidan sessiyaga qo'yildi. Ma'qullansin degan deputatlar bu ko'tarib tasdiqlashdi. Rahmat. Kun tartibidagi 3-masala Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi bilan birgalikda jamoat binolarida energiya samaradorligini oshirish va sanoat korxonalarida energiya samaradorligini oshirish bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalar konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida ushbu masala bo'yicha doimiy komissiyaning demak Akbar Ahtamovich Bu hali konsepsiya bor. Bu kecha doimiy komissiya a'zolari bilan ko'rib chiqildi. Qaror loyihasi tayinlandi. Tasdiqlashga sessiyaga kiritildi. Ma'qullasak bo'ladimi? Ma'qullansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlab bersin. Rahmat. Kun tartibidagi 14-masala xalq deputatlari viloyat kengashi deputatlari tomonidan o'z saylovchilari oldida axborot berish tartibini tasdiqlash to'g'risida. Demak, ushbu masala doimiy komissiya yig'ilishida ham tegishli mas'ullar ishtirokida muhokama qilingan. Mazkur masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Ma'qullansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishadi. Qarshilar yo'q. Yodolinglar lekin hamma. Yodlash kerak. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 16-masala Samarqand viloyat hokimligi boshqaruv apparatining yangilangan tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to'g'risida ushbu masala ham doimiy komissiya yig'ilishida tegishli mas'ullar ishtirokida muhokama qilingan. Mazkur masala bo'yicha ham qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihasi tasdiqlansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, ushbu sessiyaga doir kun tartibidagi barcha masalalar ko'rib chiqildi. Tegishli qarorlar qabul qilinadi. Sessiyaga doir kun tartibidagi masalalar muhokamasi to'g'risida sessiya kotibi 29-Qashqadaryo saylov okrugidan xalq deputatlari viloyat kengashi deputati Norboyev Anvarxo'jayevning axborotini tinglasak. Marhamat, Anvarxo'jayev. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Bugungi 7-chaqiriq 25-sessiya reglamentga ko'ra o'tkazildi. Va bu sessiyadan 16 masala qo'yilgan edi. Shu masalalar hammasi ko'rib chiqildi. Tegishli qarorlar qabul qilindi. Sessiyada 7 nafar deputatlardan 47tasi ishtirok qildi.
hurmatli deputatlar, kun tartibidagi barcha masalalar muhokama etilganda shu bilan xalq deputatlari va davlatdagi 25 sessiyasini yopib deb e'lon qilaman.